shuni aytadi. O'shaning uchun biz itni orqa oyog'i bo'lib yuribmiz. Pulimiz sal ko'payib qolsa chiroyli raqam olamiz, bozor qilamiz, eng zo'r soat taqishimiz kerak, eng zo'r mashinani minishimiz kerak. Bu ko'rmaganni ko'rgani qursin deydi. Bu boy odam emas, mendan kambag'al odam. Agar o'sha puli bor odam pulini, vaqtini haqiqatdan chiroyli raqam olishga emas, kitob olishga, eng zo'r muzeylarni ko'rishga, ya'ni ma'naviy dunyosini oshirishga sarflaganida biz itda orqa oyoq bo'lmasdik. Shu paytgacha. Shundaymi? Demak, jamiyatda qancha foiz odam shunday yashayapti. Sani fikrimcha 90. Foydamiz ham shu. Yuraveramiz biz chiroyli raqam ketsa. Erta o'lganda go'riga ham chiroyli tosh yasashni o'ylaymiz. Mana bizning hayotimiz ma'no.